Uyingiz orqa tomonida shunaqa darcha bo'lsa, bog'da oldida oshna og'aylarimiz o'tiradi. Ijdam kelganmiz. Ko'rib turgan hovlimiz bugun sotuvda 7 sotiylik. Bu xonamizda bir xona oldi ayvon bilan joylashgan. Maktab tomonidan kelamiz. 4 ko'cha bor. 4 ko'chadan 10 qo'lga kelganimizda shu xonadonimiz bugun sotuvda 7 sotiylik ko'ryapsizlar. Tayyor bitgan, ozgina ishlari bor. Yasharmaganligi uchun berlarimiz bir qator asfalt qilib, brushatka qilasiz, barellar qilib va chiroyli qilib o'zingizga moslab remont qilib olasizlar. Dorizaxonadan kirdik. Ko'ryapsizlar, dorizaxonadan tayyor bitgan. Mana bu boya aytgan bitta xonamiz. Ko'ryapsizlar. Endi bir qator remont bo'ladi. Eshiklar o'zingizga moslab qo'yilib turib, yana bir qator remont qilib olasizlar. Kiramiz bu tomonda verandalar uchun tayyor akvalar, bir qator trementin qilib turib, remont qilib turib, xona meshkomga eshiklar qo'yamiz. Bitta chiroyli betonli dush qilib olsangiz bo'ldi. Xonalarimiz tayyor. Uyda egasi Moskvada. Bilasizlar, biz uy biznesi bilan shug'ullanyapmiz. Agar sizlarga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aytaverasizlar. Uy egasiga faqat naqd pul kerak. Qiziqqanlar bo'lsa, lishkamizga, o'zimizga aloqaga chiqasizlar. Pastdagi nomerlarga telefon qilsanglar, xudo xohlasa chiroyli narxlarda qildirib beramiz. Faqat o'zimizga aloqa. Sababi uy egasi Moskvada. Biz shunaqa xizmatlar bilan shug'ullanamiz. Sotib beramiz. Shunaqa WhatsApp gruppalarimiz bor. Agar WhatsApp gruppaga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, 998 99 87 nomerimizga sirasi telefon qilsanglar, o'zimiz WhatsApp gruppa silkasini tashlab beramiz. Qo'shilib olsanglar, 998 99 87 nomeriga sirashdan aloqaga chiqib, shunaqa uylarni sotib beramiz. O'zimiz klient topib beramiz. Klient topib, uyingizga olib borib, naqd pul kerakmi, yo mashina variant yo'llari bormi? Bizga aytsanglar, shunaqa xizmatlarimiz bor. Xudo xolasa, mana shu uyimiz chiroyli narxlarda qildirib beramiz. Mana tashqari ko'rinishi o'sha akvalar qo'yilgan. Akvaga ham rasxod qilib yurmaysiz. Bir qator fasadga rasxod qilasiz, bo'ldi. Hovlimiz ko'ryapsizlar, bir tomoni o'sha teksabroydan urilib, bir tomonidan qolgan. Grant bor ekan. Shunaqa chiroyli, shikalant uylar olmoqchi bo'lgan do'stingizga shu videoda bir sotib qo'yasiz.